Assalomu alaykum hurmatli Bo'ysunoqli. Mana bugun tumanimizdagi Yoshlar bog'idagi navbatdagi ishimizni tugatdik. Mana shu butkamiz bor. Elektrika ishlarini qildik. Hozir ichkarini montajini ko'rsatamiz. Marazlar ko'rishlaring mumkin. Ichkariga shit qo'ydik. Uzoq qo'yganmiz 50 amperlik. Relay напряжение qo'ydik. 5 dona 16 amperlik avtomat, 1 dona 10 amperlik asfshena uchun. Hujjatlarimizni qo'ydik. Rozetka qo'ydik, hammasi. Montaj bo'lgan kabel kanal bilan. Bu tarafga yana bitta 6 dona rozetka qo'ydik. Remont ishlari hali davom etyapti. Assalomu alaykum, hurmatli bo'ysunliklar. Mana Abror Elektrika murojaat qildik. Mana bizlarga mana shunaqangi chiroyli ishlar terib, mana shu ishlar xizmatlarini qilib berdilar. Rahmat ularga. Hammalar murojaat qilishlaringiz mumkin. Ishlari juda toza va zo'r ekan. O'zimizning o'rtog'imiz bo'ysunlik bola yigit. Mana ko'rishlaringiz mumkin, zo'r qildi.